Hech bir kimni amali jannatga kirgizmaydi degan hadisni qandoq tushunamiz? Savol. Assalomu alaykum. Aisha radhiyallohu anha payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. O'tirhalliqqa yaqin bo'linglar. Bilinglarki, hech kimning qilgan amali uni jannatga olib kirolmaydi. Amallarning Allohga eng suyumlikraki oz bo'lsa-mu davomlashib turganidir. Yuqori hadisdagi bilinglarki, hech kimning qilgan amali uni jannatga olib kirolmaydi degan jumlani tushuntirib qo'ygan bo'lsangiz, Alloh taolo bilmangizni ziyoda qilsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Aldı bilan shuni ta'kidlab o'tish kerakki, mazkur hadis sahihligi eng yuqori darajadagi hadislardan bo'lib, uni Imom Buxoriy, Muslimlar sahihlarda mundaq rivoyat qilgan. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam to'g'rini ko'zlanglar va uningga yaqinlashinglar. Xush bishorat elinglar, chunki hech kimning qilgan amali uni jannatga olib kirolmaydi deganda sahobalar o'zlarini shundaqmi ey Rasululloh deyishibdi. Rasululloh: "Ha, menimi shundaq. Faqatla Alloh meni o'z mag'firati bilan fazli marhamatiga o'risila andan kiralayman" degan. Bu hadisning yana bir variantida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: "To'g'rini ko'zlanglar va uningga yaqinlashinglar. Bilinglarki, hech qaysinglarni qilgan amali jannatga olib kirolmaydi. Amallarning Alloh eng yaxshi ko'rdigini oz bo'lsa-mu davomlashqanidir." Yana Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: "Sizlardan hech kimni hargizmi amali qutuldirolmaydi." Sahobalar: "O'zlarini shundaqmi ey Rasululloh?" deyishibdi. Rasululloh: "Menimi shundaq. Lekin Alloh meni o'z fazli marhamatiga o'risila kiralayman. Shunga to'g'rini ko'zlanglar va uningga yaqinlashinglar. Atigan oqshom va kechining ma'lum vaqtlaridan ibodatni davomlashtirishga foydalaninglar. O'tirhal bo'linglar. O'tirhal bo'linglar. Manzilga yetisizlar" degan. Bu hadis intayin sahih va 10 necha sahobadan rivoyat qilinib, mutawatir darajasiga yetgan bo'lsa-mu, uni ba'zilar xato tushunib qolgan bo'lg'achqa, tuvanda ma'nosini izohlab o'tamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning to'g'rini ko'zlanglar degan so'zi. Barliq so'z, niyat va ish harakatlarda xuddi bir nishonga o'q etib dal tekkizgandek ravurus qilishga tirishinglar degan ma'noda bo'lib, bu o'tirhal bo'lish degan ma'noga yaqin keladi. Chunki talab qilingan ishdagi oshirib o'tish yoki kemaytirib o'tish uni to'g'riliq doirasidan chiqarib o'tadi. Bu buyruq Alloh taolaning bu buyrug'iga udul keladi. Shunga buyruğuning bo'yicha sen bilan iymoniga qaytganlar bilan ravurus bo'lgin. Oshirib o'tmanglar. Chunki Alloh qilayotganinglarni ko'rib turg'uchidir. Demak, bu buyruq aqida, ixlos, ish harakat, shariatni aynan yetkazish va ibodat vazifalarini ortiq yoki kam qilmasdan o'rindash qatorliq barliq ishlarni o'z ichiga oladi. Bu haqiqatan qiyindir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning uningga yaqinlashinglar degan so'zi. To'g'rini qilolmagan ahvolda uningga eng yaqinni qilinglar deganlikdir. Bu shariatdagi kengchilikni, qulaylikni ko'rsatadi. Chunki banda eng mukammalni qilolmagan ahvolda taqati yetishicha uningga eng yaqin keladigan ishni qilsa, shu yetarlik. Bu Janobi Allohning "Shunga kuchinglarning yetishicha Allohdan qo'rqinglar" degan oyatiga va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning "Agar men sizlarni bir narsadan cheklasam, sizlar uningdan nari turinglar. Agar sizlarni bir ishga buyursam, uningdan qilolganinglarni qilinglar" degan so'ziga mazmun jihatdan o'xshash. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning "Xush bishorat elinglar" degan so'zi to'g'rini ko'zlab to'g'rini qilsanglar yoki bo'lmasa to'g'riga eng yaqin bo'lganini qilsanglarmi, oshirib o'tmagan, kemaytirib o'tmagan bo'lsizlarda taqatinglar yetolmaganlik sababidan ajringlar kemayib ketmaydi. Natijada amal oz bo'lsa-mu davomlashgan bo'lsa, katta savobga erishadiganlik to'g'risida xush bishorat olasizlar degan ma'noda bo'lib, bu bishoratning foydasi dunyodami, oxiratdami bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning "Chunki hech kimni qilgan amali jannatga olib kirolmaydi" degan so'zining ma'nosi katta savobga erishish uchun berilgan bishoratdan u savobni sizlar qilgan taat, ibodat va solih amallarning badali deb o'ylab qolmanglar. Chunki hech kimni qilgan amali jannatga olib kirolmaydi deganlik bo'lib, bu banda qilgan amallari bilan jannatga kirishga haqliq bo'ladi. Alloh uni jannatga kirgizishi lozim deydigan Mu'tazila toifasiga radiya bo'ladi.
Bu yerda muhim bo'lgani Rasulullohning chunki hech kimni qilgan amali jannatga olib kirolmaydi degan so'zidan ba'zilar xato tushunib olgandek, yaxshi amalning foydasi yo'q degan mazmun chiqmasdan, balki amallar jannatga olib kirishga sabab bo'ladi, lekin amallarning yolg'iz o'zila jannatga olib kirolmaydi degan mazmun chiqadi. Demak, bu hadisda amallarning jannatga kirishga sabab bo'lganligi inkor qilinmasdan, jannatga kirishda yolg'iz amallarga tayanig'il bo'lmaydiganligi ko'rsatilgan. Bu xuddi davolanishning o'zi shifo topishga sabab bo'lsa-mu, lekin davolansalar cho'qim shifo topadiganligini ko'rsatmaganga, darsni takrorlash imtihondan o'tishga sabab bo'lsa-mu, lekin dars takrorlaslar imtihondan cho'qim o'tib qolmaydiganligiga o'xshaydi. Imom Ibn Taymiya rahmatullohi alayh mundaq deydi: Xuddi urug' terilib yomg'ir tushsa o'simlik unishga, jimoda ma'ni to'kilsa farzand turilishga yetarlik bo'lmaganidek, sababning o'zila uning natijasini keltirib chiqarmaydi. Balki Alloh taolo uni yaratishni iroda qilgan bo'lishi, barliq shartlari tepilishi va to'salg'ularning yo'qolishi kerak. Oxirat ishimi shundoq. Yolg'iz amalning o'zi bilanla inson saodatga erishib qolmaydi. Balki u bir sababdir. Bu vajidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hech kimning qilgan amali uni jannatga olib kirolmaydi degan. Sahobalar o'zlarini shundoqmi Rasululloh deyishibdi. Rasululloh: "Ha, menimi shundoq. Faqatla Alloh meni o'z mag'firati bilan fazli marhamatiga o'risila andan kiralayman" degan. Demak, yuqorida Rasululloh Allohning fazl marhamatini jannatga kirishga shart qilgan bo'lg'achqa, bu shart birga tepilsa, andan amal jannatga olib kiralaydi. Lekin Qur'ondagi amal bilan jannatga kiradi degan mazmundagi oyatlarni qanday tushunamiz? Bu oyatlar yuqorqi hadisga zid kelmamdi. Olimlarimizning bayonlarini yig'ib aytadigan bo'lsak, qilgan amallaringlar bilan sizlarga miros qildirib berilgan jannat ana shudir. Qilgan amallaringlar bilan jannatga kiringlar degandek ba'zi oyatlar bo'lsa, yuqorqi hadisdagi mazmunga zid kelmaydi. Chunki bu va buningga o'xshagan oyatlar amallarning savobga sabab bo'lganligini bayon qiladi. Albatta, amallarning jannatga kirishga sabab bo'lganligida shak yo'q. Lekin bu sabab o'zi mustaqil holda natijani qo'lga keltirilmaydi. Hadisda bayon qilinganimi dal mushu nuqta. U bo'lsa-mu jannat amalning badali emas. Yuqorqi hadisni oyatlar bilan qo'shib tushunishda Jabariya toifasini ezib ketgan bo'lib, bu toifa amallarning jannatga kirishga sabab bo'lganligini inkor qilgan va amallarning jazo mukofot bilan hech qanday chetishligi yo'q deb qaragan. Bumi batil qarash bo'lib, yuqorqi oyatlar buning radiya bo'ladi. Imom Ibn Qayyim rahmatullohi alayh bu masalani xato tushunib olgan Mu'tazila bilan Jabariya toifalari haqida mundaq deydi: Bu ikki toifaning har ikkilisining qarashlarining bir tarafi to'g'ri, bir tarafi xatodir. Jabariya jannat amalning badali emas deb to'g'rini topgan bo'lsa-mu, amalning sababligini inkor qilishda xato ketgan. Mu'tazilalar bo'lsa, amalning sababligida to'g'rini topgan bo'lsa-mu, jannatni amalning badali deyishda xato ketgan. Jabariya inkor qilgan nuqtani Mu'tazila isbotlagan nuqta bilan jamlab, u ikki toifaning xato ketgan tarafini rad qilganingda, ular yetolmagan to'g'riga yetgan bo'lasan. Imom Razi mundaq deydi: Amallarning o'zi jannatga kirishga haqliq qilmaydi. Balki Janobi Alloh fazli marhamati bilan amallarni jannatga kirishning alomati, belgisi qilganligi jihatdan amallar jannatga elib kirdi. Shundaqla salih amallarning mukofotini to'liq berguvchi Alloh taolo bo'lg'achqa, jannatga kirish amaliyotda faqat Alloh taolaning fazli bilan bo'lgan bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam chunki hech kimning qilgan amali uni jannatga elib kirolmaydi demagan bo'lsa, biz turli nuqson va qusurlar bilan to'lgan namoz va ro'zadek amallarimiz bilan jannatga kirishga haqliq bo'ldik deb o'ylab qolgan bo'lardik. Rasulullohning jannatga kirish keskin turuqliqmi? Ha, menimi shundoq, faqatla Alloh meni o'z mag'firati bilan fazli marhamatiga o'risla andan kiralayman degan so'zimi amal bilan mag'rurlanib ketmaslikni, Allohning fazli marhamatini panohgoh qilishning lozimligini ta'kidlaydi. Uning ustiga inson amallarni Allohning tavfiqi bilan qilgan, gunoh ma'siyatlarni Allohning saqlab qolishi bilan tashlay olgan. Bularning hammasi Allohning fazli va marhamatidir. Demak, amallarning jannatga elib kirish uchun cho'qim Alloh taolaning mag'firati va rahmati bo'lmasa bo'lmaydi. Amallarning jannatga elib kirishimi Alloh taolaning fazli va rahmatidir. Ba'zi oyatlarda buni aniq ko'rsatgan. Masalan, iymon etgan va salih amallarni qilganlarni o'z fazli marhamatidan mukofotlash uchun jannat Allohga va payg'ambarlarga iymon etganlarga tayyorlangan. Bu Allohning fazlidir.
uni xohlagan kishiga ato qiladi. Alloh ulug' fazli egasidir. Ular ilgirki o'limdan boshqa hech qanday o'limni tetimaydi. Alloh ularni do'zax azobidan saqlaydi. Bu Parvardigorning marhamatidandir. Yüzü aqarganlar Allohning rahmatida, jannatida bo'ladi. Ular uningda mangu qoladi. Bu fazl Allohdandir. Ularni Alloh fazli marhamatiga kirgizadi. Bu oyatlar hech kimning Allohning uningga bergan ne'matlari bilan selishtirgandagi arzimas amali bilanla jannatga kirilmaydiganligini, faqatla Allohning fazli va rahmati bilan kiriladiganligini, Allohning jannatni va'da qilishining o'zimi bir marhamat ekanligini ko'rsatadi. Chunki naqadar ko'p va savobli bo'lsin, insonning qisqagina umrida qilgan amallari Alloh taolaning uningga oxiratda ato qiladigan mangulik ne'mati tugul, dunyoda ato qilgan biror ne'matigami barobar kelolmaydi. İmam İbn Rajab mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning chunki hech kimning qilgan amali uni jannatga olib kirilmaydi degan so'zining yoki hech kimni hargizmi amali qutuldira olmaydi degan so'zining ma'nosini izohlab beradigan ishlarning jumlasidan bir yaxshilikning savobining 10 hassa, 700 hassa va uningdan ko'p hassalanishimi Alloh taolaning fazli ihsonidan bo'lganligidandir. Navoda yomonlikqa berganidek bir yaxshilikqa bir savob ato qiladigan bo'lsa edi, yaxshiliklar yomonliklarni yo'qotishga kuchi yetmay amalning egisi cho'qim halok bo'lgan bo'ladi. Shayx Usaymin mundaq deydi. Alloh taolo bizdan hisob oladigan bo'lsa, qilgan yaxshiliklarimiz bo'ynimizga qarz bo'lib yuklangan bo'ladi. Chunki u yaxshiliklarning hammasini in'om qilguvchi ashu zotdir. U chaqda bizni azoblamoqchi bo'lsa, bizga zulm qilmagan holda azoblagan bo'ladi. Mushundoq tushunsak, zidlik bo'lmaydi. Shayx Sha'raviy mundaq deydi. Alloh taolo bandaga ihson qilib, u dunyoga kelishdan burun hayotini qamdaydigan sharoitni yaratib berdi. Ondan toki balog'at yetganga qadar hech nimaga buyurmasdan uni ne'matlarda yaratdi. Oldin ato qilgan nurg'un ne'matlardan keyin uni ibodatga buyurganida banda buningga ilgirki ihsoniga qarata bo'ysunishi lozim. Natijada oxiratdagi mukofot amalning mukofoti bo'lmasdan, balki Allohning bandalariga qilgan sap fazlidir. Undaq bo'lgan ekan, Parvardigoring buyurganni ado qilganingda Parvardigoringning Allohburun sana qilgan ihsoniga qarata uningga itoat qilgan bo'lasan. Bu chaqda jannat va uningdagi ne'matlar Allohdan kelgan fazl va marhamatdek bo'ladi. Demak, Alloh subhanahu va taolo dastlabki qatimdimi sana fazli marhamat ato qilgan bo'lsa, oxiratdami sana fazli marhamat qilgan bo'ladi. Texiyana Alloh taoloning sana shariat belgilab ibodatga buyurganligining o'zimi bir fazlidir. Bir yaxshilikning Allohning huzurida 10 va nurg'un hasiga qatlanganligiga qaramamsan, biz bo'lsak, bizga bersin, bermisin, u zotning mulkidirmiz. Qaraydigan bo'lsak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning chunki hech kimning qilgan amali uni jannatga olib kirolmaydi degan so'zida o'ttirhal bo'lishga buyurgan siyoqda deganligi ma'lum bo'lib, so'zining beshidagi to'g'rini ko'zlanglar va uningga yaqinlashinglar degan so'zimi o'ttirhal bo'lishni ko'rsatsa, chunki hech kimning qilgan amali uni jannatga olib kirolmaydi degan so'zimi amalga taynib ketib, Alloh taolaning mukofoti va shu amalning badali deydigan xato tushunchani tuzitish uchun deyilgandir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amallarning Alloh eng yaxshi ko'rdigani oz bo'lsa-mu eng uzun davomlashganidir degan so'zimi ummatini oz bo'lsa-mu davomlashgan amalga buyurishdan iborat. Bumi amalda o'zini charchitib, oxirida malolliq yetgan taqdirda amalni davomlashtira olmay qoldiganligi, o'ttirhal bo'lgandala amalning davomlashishiga kafolatlik qilgan bo'lganligi bildirdi. Hamda yuqoridagi o'ttirhallikqa buyurganligini texmi ta'kidlaydi. İmam İbn Taymiya bu hadisning mazmunini mundaq xulosalaydi. Demak, bu hadis bandaning amallariga taynib ketmay, amallarni bajo keltirishda Alloh taolaning uningga ato qilgan ne'mat ihsonlarga qarashning zarurligini, amallarini ko'p deb mag'rurlanib qolmasligini bildirdi. Chunki bandaning amallari har qancha ko'p bo'lsa-mu, Alloh taolo uningga o'z fazlidan marhamat qilib, uni afu qilmagan taqdirda u amallari bilan hech nimaga aqliq bo'la olmaydi. Bu hadis yana bandaning o'zini odatdagi yalanma ishga o'xshatib, qancha ko'p amal qilsam, shuncha ko'p ajrni qo'lga keltiraman deb taqat etmagan ishga kirisha olmasligini, riyokorlikdan saqlanishni ko'rsatadigan bo'lib, o'ttirhallikdan chatnash uning ziyon yetkazadi. Chunki to'xtamay achchab turgan yo'lovchi musofirni bosolmaydi, etini saq qo'ymaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atigan oqshom va kechining ma'lum vaqtlaridan ibodatni davomlashtirib foydalaninglar degan so'zimi ibodat qilguvchilarni yo'lovchilarga o'xshatgan.
Jannatga ketayotgan yo'lovchining butun vaqtda yo'l mangmay, eng munosib vaqtlarni qo'ldan bermaslik, oraliqda orom olish orqali ibodat lazzatini tetish, zerikib qolmaslik, oxirida charchamasdan manzilga yetish kerakligi aqalliy talabdir. Bumi o'ziga qattiq ibodat vazifasi yuklab olgan ba'zi kishilardagi xato tushunchani tuzatishdan iborat. Shundaqla bu kecha-kunduz orom olmay hamda ibodat va boshqa amallarni o'ziga besim qilib olmay, atigan oqshom va kechining ma'lum vaqtlarida oz bo'lsa-mu soz va sifatli davomlashtirishga qilingan da'vatdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'tirhal bo'linglar, manzilga yetisizlar degan so'zimi to'g'ri yo'lda mengib ibodatda o'tirhal bo'lgan bandaning charchamasdan, qiynalmasdan jannat va nijotlikqa muvaffaq bo'lganligini va qattiq ibodat qilish yo'lini tutganlarning yarim yo'lda qilib nishonga yetolmay qolish xavfi borligini ta'kidlashdir. Xulos shuki, hech kimni qilgan amali jannatga olib kirolmaydiganligi to'g'risidagi hadis sahih va mutawatir bo'lib, bu hadisda amal jannatga kirishga sabab bo'lsa-mu, lekin uning bilit emasligi. Jannatga faqatla Alloh taolaning fazli marhamati bilan kirgil bo'lganligi. Bu vajidan ko'p qilishga taynib olmay, oz bo'lsa-mu sifatli nafl amallarni ixlos va chin ko'ngildan davomlashtirishning zarurligi. Jumladan, har ishda o'tirhal bo'lish kerakligi ta'kidlangan. Amal bilan jannatga kirish to'g'risidagi oyatlar bo'lsa, amallarning jannatga kirishga sabab ekanligini isbotlab kelgan. Shunga bu oyatlar mazkur hadisning mazmuni bilan birdaklikka ega. Bu jihatdan oyatlarimi, hadislarimi amallarning jannatga sabab bo'lganligini, shuning bilan birga Janobi Allohning fazli marhamati bo'lmasa, amallar bilanla jannatga kirgil bo'lmaydiganligini, Janobi Allohning o'z fazli marhamatini xohlagan bandasiga ato qilganligini ko'rsatadi. Vallohu a'lam. Fatvoda Doktor Abdulaziz rahmatulloh. 2016 yili 11 yanvar 29 kuni.